Yordam kerak emasmidi? Charchamalar yo'lda bo'ldimi sizlarniki? Ha. Mana shu yerda bo'ldi. Mana shu Sirdaryo yo'lda bo'ldi. Qancha vaqtga bo'ldingiz? O'sha 1 soat ketdi. Xo'p, shu 1 soat yo'ldan qollang, hozir. O'zbekistonga benzin sotib olayotganda soliq to'lovchi sifatida bizning to'layotgan soliqlarimiz qanaqa ketmoqda deb o'ylayman. Ayniqsa Sirdaryo viloyatida. Chunki Sirdaryo viloyatidagi bu joyda nafaqat bu yerda mashina o'tish qiyin, bu yerda ba'zi baliqchilik otsa bo'ladi, rexod otsa bo'ladi. Sirdaryo viloyatini O'zavtoyo'l korxonasi bilmayman qayerga qarayapti, bu avtomagistral bu Voha bilan Toshkentni bog'lovchi yo'l. Nimaga bu ko'rinishda hali ham? Sirdaryo viloyatining O'zavtoyo'l korxonasi rahbari, hurmatli ismingizni bilmayman aka, chiqib nima bo'lsa ham bir siz ham oddiy aholi sifatida yurib ko'ring bu yerlardan. Bu yerda faqat sirdaryoliklar yurmaydi, bu yerda butun O'zbekistondan yuradi odamlar. Hamma tomondan yuradi, lekin mana shu yerda o'zida juda ham ko'p, mana hozir kunduz kuni turibdi. Lekin kechqurun ko'pchilik yanalar ko'rmasdan turib, obchinaga chiqib ketib, shu balon yorilgan boshqa qilgan, kunduz kuni bo'lsa ham men 4 ta 5 ta ko'rdim holatlarni. Iltimos mas'ul tashkilot xodimlari mana shu narsaga e'tibor bo'linglar. Sirdaryo magistral yo'l bu.